Biz hozir Xiva xonligining bosh islohotchi vaziri Islomxo'ja Ibrohimxo'ja o'g'lining qabrini yonidamiz. Uning o'limi sirli bo'lib, hali hanuzgacha yagona nuqta qo'yilmagan. 1913-yil 9-avgustda Islomxo'ja Nurullobor saroyidan chiqib ketayotgan paytda to'satdan uning tan soqchisi va faytun aravachisi o'zgartirilganini bilib qoladi. Izvoshchining keyinchalik eslashicha, qotillikni amalga oshirishdan oldin ular faytunning chiroqini o'chirishadi va himoyalanishga ulgurmagan Islomxo'ja to'pponchasini olishga ulgurmasdan unga zarba beriladi. Izvoshchi yon atrofida ikkita qotildan tashqari yana 10 tacha inson poylab turganiga ko'zi tushadi. Dahshatli o'lim topgan bosh islohotchi vazir tanasidan kallasi judo bo'lishiga bir bahyo qolgan edi va murdani qo'zg'atganda bosh tanadan uzilib ketadi. Qizig'i, qotillar Islomxo'ja yonidan hech narsani olib ketmaydi. Na uning pullariga, na uning qimmatbaho buyumlariga teginadi. Lekin barra teridan tikilgan yangi cho'girmasini olib ketadi. Buning ham o'ziga xos sababi bor edi. O'sha paytda irimiga ko'ra, qotil agar murdaning cho'girmasini olib ketib, uning bir tukuni yondirsa, qotillik hech qachon aniqlanmaydi va qotillar topilmaydi degan irimga qattiq ishonilgan. Darhaqiqat ham shunday, Islomxo'ja o'limi atrofidagi bahslarga yakuniy nuqta qo'yilmagan.